Aziz bizni kuzatuvchilarimiz, bizni tanigan va tanimaganlar uchun eslatma. Biz tez montaj, ya'ni sendviç panellarni ishlab chiqaramiz. Orqamizda ko'rib turganingiz binoni ham devorlarini sendviç panellarini tayyorlab berish uchun klientimiz zakaz berishdi bizga. O'lchagani keldik. Tez orada kuzatib so'rang, shu binoni holatini videosini qo'yamiz. Agar kimda tog'li hududlarda, dam olish maskanlarida shunday binolarni qurishni xohlasa, bizga aloqaga chiqsalaring, devorlarni, sendviç panellarini tayyorlab beramiz. Xohlagan dizayningizni, xohlagan fasoningizni video ostiga opsiyaga nomer qoldiramiz, shu nomerga aloqaga chiqinglar. Bizning sendviç panellarimiz zavoddagi standart sendviç panellaridan bir qancha jihatlari bilan farq qiladi. Eng asosiy afzalligi maxsus zamok tizimiga ega. Qaytadan ta'kidlayman, maxsus zamok tizimiga ega. Montaj jarayoni ancha tez va qulay. Eng muhimi, panelni to'liq sizning buyurtmangiz asosida tayyorlaymiz. Tashqi va ichki qismi o'zingiz xohlagan materialdan tanlashingiz mumkin. Masalan, tashqi qismi metal, ichki qismi bambukoviy panel yoki yog'och bo'lishi mumkin. Rangini ham, o'lchamini ham o'zingiz tanlaysiz. Panelning ichki issiqlik izolyatsiya qismini ham sizning talabingizga qarab tayyorlaymiz. Xohlasangiz bazalt, xohlasangiz penoplast, qalinligini ham sizning buyurtmangiz bo'yicha belgilanadi. Ya'ni panelning materiali, rangi, o'lchami va qalinligi barchasi siz xohlagandek bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlamoqchiman. Bizning sendviç panellarimiz tez quriladi, sifatli va montaj juda oson. Panellar yengil bo'lganligi uchun ularni tog'li, baland yoki borish qiyin bo'lgan joylarga olib chiqish ham juda qulay. Ayniqsa tog'dagi kottejlar, kempinglar va dam olish maskanlari uchun juda yaxshi yechim. Agar siz ham shunday uy qurmoqchi bo'lsangiz, bizga yozing, loyihangizni hisoblab, sizga aniq narxni chiqarib beramiz.